Assalomu alaykum. Yana ko'rib turgan qadrdonlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Allohim shu kunlarga yetkazganlarga shukrlar bo'lsin. Bugun Xudo xolasa bizda hayit kuni. Allohga beqiyos shukrlar bo'lsin. Bir oylik ro'zalar tutdik. Xatolari bo'lsa Allohim o'zi kechirsin. Hozir biz ukalar bilan hayit namoziga boryapmiz. Bu yil 2026-yil. Xudo xolasa 19-mart. Hozir hayitga ketyapmiz namozga. Biz Samarqandda 3 ta ukalarimiz bor. Xudo xolasa mana hozir hayit namoziga ketyapmiz. Alisher, qanday o'tkazdingiz? Yaxshi o'tkazdik. Hayitlar, bayramlar bilan, Navro'zlar bilan hamma. Kechikishlar, xatolar bo'lsa, endi Allohdan uzr so'raymiz. Bugun 7:30 da o'qiladi. 7:30, 8:30, 3 marta, 9:30. 3 marta bo'ladi. Kecha o'tib kichkina odam ko'p shuni hisobigadir. Balki. Bermoqli o'qiladi? Ha, o'qiladi. Yo'q, u yerda o'qilmaydi. Yo'q, avvallar o'rnida stadion bo'lardi. Bu basketbol o'ynaydigan zalda. Shu zalga borardik. Hozir endi bu yerda bo'ladigan bo'ldi. Kichkina masjidimiz. Shu yerda bugun Xudo xolasa hayit namozimizni o'qiymiz. Ha, tashqari havo yaxshi. Qo'ymayapti-ku. Ichkariga deydi-ku. Assalomu alaykum. Eid muborak. Marhamat. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن تقوى الله خير الزاد. أيها المسلمون، هذا يوم عظيم، يوم عيد الفطر، يوم الجائزة والقبول. لقد من الله علينا بالصيام شهره واستقام بعد رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ومن الداخلين من باب الريان. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Hozir ikkinchi marta yana o'qiladi. Shunga akillar kechib keladi mana shunaqa. Bu yil fitr uchun har bir oilaga $15 ekan. Arzini 5 kishi bo'lganmiz, $75 to'laymiz. Tugadi. Birinchisi tugadi, endi ikkinchisiga kirishadilar. Kechib kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ilhom aka. Tinchmisiz? Sog'lig'imsiz? Ko'rdim men chiqib ketayotganingizni. Hamma ketdi. Dilshod, Ha, nimalar? to'g'ri. Otabek ko'rindingiz? Otabek bilan nima ham turibdi? Anaqa. Nodirbek. Xudo xolasa mana o'qidik. Hayit namozlarini ham.
Allohim keyingi hayitlarga ham hammamizni yetkazsin. Shu bilan mana bugun ertaga shanba kuni Xudo xolasa katta hayit bayram bo'ladi. Imkon qadar harakat qilamiz yana video qilishga. Katta rahmat. Oxirigacha ko'rganingizlar uchun. Hammaga sog'lik, salomatlik, oilalaringizga barakatlar tilab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.